Assalomu alaykum do'stlar. Sizlarga hozir YouTube'dan qancha video ko'chirishni o'rgatdim. Al uchun Google'a kiramiz. Skачать save from жазып, birinchi ссылка kiramiz. Установить приложение basamiz. Ko'chiramiz. Ne ko'chib qoldi? Открыть qilib установить etamiz. Yine YouTube'a kiramiz. Sizler qalagan videoni tanlab, misol Moriki videoni ko'chirish uchun üstüne turadi. Oshon basamiz. Save from'ni bosib bu yerden kачествосini tanlaysiz. Men eng oxirgisini tanlayın. Batıroq ko'chirish uchun skачать etadi. Makayla 2 video ko'chirdim. Eğer bu video sizlerga foydali bo'lsa, like bosinglar, men kanalimga jazolarini unutmanglar.